Abduvali Ayubning Turkiyada Xitoy ishtiyoqi nomli kitobidagi kichik tema Uyg'ur ko'rikmi, yemchukmi? 2006-yili Turkiyada bo'lgan kunlarimda Uyg'urlarning Turkiya bilan Xitoy orasidagi munosabatda do'stlik ko'rik bo'lganligi haqida o'qigan edim. Bu mayli turk siyosatchilari bo'lsin yoki ziyolilar bo'lsin, ko'p tilga oladigan gap edi. Keyincha bundaq bayonlarni turk siyosatchilarining Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda davomli ta'kidlab kelganligiga shohid bo'ldim. Ammo Xitoy turklarning bu gapini rasmiy diplomatik so'rinda biror qitimmo deb tashlamadi. Amaliyotda bu to'g'ri aytilgan gap. Ammo amalga oshmas romantik bir tasavvur edi, xolos. To'g'ri aytilgan gap deganda Uyg'urlar rostilla Xitoy bilan islom dunyosi orasida bo'libmi Xitoy vakillik qildigan ko'ngilchilik madaniyati va kommunistik tuzum bilan musulmon xalqi yashayotgan mustabid hokimiyatlar orasida ko'rik bo'la oladi. Uyg'urlar musulmon bo'lish sifati va mustabid elda yashayotgan bir puhra bo'lish xosligi bilan ikki tarafni yaxshi tushundi va obdan tushundira oladi. Parxo'rlik odatga aylangan O'tir Sharq musulmon davlatlarida va yoki qonun bor, ijro yo'q O'tir Osiyo ellarida Uyg'urlar suvga kirgan beliqdek singishib ketadi va Xitoy manfaati uchun layoqatli xizmat qila oladi. Asosan mustabid tuzumda yashayotgan musulmon dunyosi bilan mustabid Xitoy orasida Uyg'urlar eng muvofiq ko'rik. Uyg'urlarning ko'riklik roli tarixda voyaga yetgan. Tarixda Uyg'urlar G'arb bilan Sharq o'rtasidagi savdo va madaniyat almashtirishda ko'riklik rol o'ynagan. U tarixlarni so'zlab bak uzoqqa ketmasakmi, 1940-yillarning beshida Aysa Yusuf Olibtekin Gomindang hukumatining musulmon dunyosiga qo'ygan vakil sifatida o'mak boshlab musulmon ellarga ziyoratga borgan va Kabulda Mamtimin Bug'ra bilan ko'rishgan. 1950-yillardan keyin Ahmad Vojidi, Sayfiddin Azizi, Ismoil Ahmad, Temur Davomat qatorliqlar Xitoy kommunist hokimiyati bilan musulmon ellarning munosabatida ko'riklik rol o'ynagan. Lekin Uyg'urlarning ko'riklik roli 1990-yillarning oxiridan boshlab yo'qoshga boshladi. 2000-yillardan keyin bu ko'rik butunlay cho'lib, aloqalar vositasiz yurishib ketdi. Xitoy kuchaygancha pulning tili Xitoy chiqmaydigan va Xitoy madaniyatidan bexabar musulmon ellarni va islomiy tashkilotlarni Xitoyshunos qilib etdi. Turkiyaning Uyg'urlarni Xitoy bilan munosabatda ko'rik qilmoqchi bo'lishi tarixiy nuqtadan to'g'ri bo'lgan bilan shu chog'dagi reallikqa uyg'un kelmaydigan romantik tasavvur edi. Chunki Turkiya bu tasavvurni o'tirib qo'yganda Xitoy hokimiyati har qanday bir musulmon davlatiga Uyg'urni orchi qo'ymay, ularning madaniyati, tili va mijozi haqida bakmo o'ylashib ketmay, munosabat o'rnatadigan holga kelib bo'lgan edi. Xitoyning bu chog'dagi o'rni qarshi tarafni qanday tushunishni o'ylashmay, qarshi tarafning o'zini tushunishni talab qiladigan holda bo'lg'achqa, Uyg'urdek ko'rikka hojat qolmagan edi. Aradan 10 yildak o'tib 2015-yili Turkiyaga kelganimda ko'rik degan gaplar anglolmas holga keldi. Uyg'urlar aeroplanlab Turkiyaga kelgili va bu yerda mashina bilan Suriya urushiga otlang'il turibdi. Qaraganda sho'rliq bu millat ko'rik bo'lolmay, yemchuk bo'lishga boshlagandek qiladi. Chunki bu safardan to'sqanlar tutilib, yo'llaganlar gidiyib yuribdi. Suriyadagi Uyg'urlar haqida Arabcha, Turkcha, Ruscha, Xitoycha va inglizcha taratqular xabar berishga boshlabdi. Uyg'urlarni zo'ravonlikqa undaydigan kitob, risola va hatto ilibba, matematika kitoblari nashr qilinib, Uyg'urcha oshkor tarqatilishga boshlabdi. Shu chog'da kitobxonlardan so'rasam, jihodga doir kitoblar Uyg'urcha boshqa kitoblar ichida eng ko'p sotilgan ekan. U chog'larda torda, so'rinda, hatto to'y-to'kin va o'lim yetimlardimi jihodga doir tabliğlar qaynagan edi. Chunki Suriya urushiga odam lozim edi.
Xitayning pasportini qo'yib berishi bilan Suriyaga yo'lning ochilib ketishi ajoyib to'g'ri keldiki, minglagan qirollar dushman izlab yot janggohlarda kuldek so'rilib ketdi. Uyg'urchada ishkim ko'rikdan o'tkicha degan bir turaqliq ibora bor. Uyg'ur tilida yana o'stangdan o'tib bo'lib ko'rikni tartibdi deydigan bir ibora qo'llanildi. Bu ikki iborada ko'rikning birdamlik vosita, vaqtliq qoral degan ma'nosi ko'rinib turdi. Uyg'urlar balkim Turkiya bilan Xitoy orasida bir mezgil bilinmas maqsadlar uchun ko'rik bo'lgan, vosita qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, bozorni qoplagan Turkiya mollari, ko'chalarda ichilgan turk oshxonalari, ekranlarni qoplagan turk kinolari Uyg'urlarning vositachiligi bilan bo'lgan, albatta. Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasida taklif qilinmasimi ko'rik bo'lgan, manfaat yaratgan bir millatning bugun Turkiyada sadosiz qilishi, harakati bo'g'ilishi, zulmga uchirg'ichi deb e'tirof qilinmasligi haqiqatan hayron qolarlik hodisa. Bo'libmi Turkiyaga borgan, Turkiya bilan savdo qilgan, Turkiyaga oid kiyimlarni kiygan, buyumlarni ishlatganlik sababli tumanlagan Uyg'ur yillab zindon qamalganda, mayli Turkiya ichida va sirtida bo'lsin, tuzuk hesdoshlikqa erisholmasligi kishilarda "Acaba biz ko'rikmi, yemchukmi?" degan gumonni uyg'otmoqda. Asli Uyg'urning Turkiya va Xitoy orasida ko'rik bo'lish bo'lmaslik erki yo'q edi. Turkiya bu masalani hal qilmoqchi bo'lganda o'z xalqiga va dunyoga xuddi Uyg'urlar shuni tanlash fursatiga ega millatdek bir nuqtadan chiqib muomala qildi. Turkiya o'zining olqindagi Turkistonchi kuchlarga va diyorimizdagi madaniyat va siyosiy ta'siriga ishinib, Xitoy bilan bo'lgan diplomatik va savdo munosabatida Uyg'urni yemchuk qildi. Bu shundoq bir jarayon bo'ldiki, aeroplan bilan to'shilgan kishilar Suriyada jonliq bombaga aylandi. Saplarda yollanma askar, chegaralarda qalqon bo'ldi. Terrorchi saplardan o'rin olgan Uyg'urlar oshqunlikqa mahshur bo'lgandan keyin vatandagi Uyg'urlar oshqun ideyalarning zararlashiga uchragan deyilib, millionlab lagerlar qamaldi. Amaliyotda Uyg'urning ko'rik bo'lish bo'lmaslik erki bo'lmagan bilan jihodiy saplarda yemchuk bo'lish bo'lmaslikqa, Turkiya turib zapas mujohidlikni tanlamaslikqa, yollanma jihodchi atilib, butun millatning yuzini qora qilish qilmaslikqa mustaqil qaror qilish fursatimi yo'q emas edi. Ammo dinga zor bo'lgan Uyg'urlar Turkiyaga yig'ildi. Nafrat, ishsizlik, umidsizlik Uyg'urlar orasida zapas mujohidlarni tavladi. Jihad tashviqotiga yaralgan ozodi muhit otashlik tabliğlarni jonlantirdi. Balalarning davlat maktablariga kirishi ta'sirlashdi. Yetimlar ko'paydi. Shuning bilan birga yoshlar va o'smir bolalarga madrasalar taraqqiy qilishga boshladi. Natijada Uyg'urlarning xalqaro jihad sepida yana yemchuk bo'lishga tayyor va hozir holatda turgan bolalar ko'paydi. Tayyorligi bitganlar otlandi. Hozirgi Turkiyada avj olgan kasbsizlik, ishsizlik, pasportsizlik, umidsizlik, ishonchsizlik kishilarni bir chiqish yo'l tepishga undamoqda. Vatanda kunsir kuchayotgan zulm va muhojiratdagi chorsizlik kishilarni hayotning ma'nosi haqida o'ylantirmoqda. Bu dunyodan umidi uzilgan, kelgusi qorong'u, ertasiga ishonchi ojiz Uyg'urning, bo'libmi ko'pinchisi oliy ma'rifda o'qimagan avamning ko'z oldidagi masalalarning javobini izlashda ishonchlik manba din. Javoblar ichida eng ommaviy javob sabr va tasallidir. Savollarning javobkori bo'lgan dinga ishtiyoq, diniy kitoblarga bo'lgan tashnolikni paydo qiladi. Bundaq kitoblarda masala hal qilishning eng ko'p ta'kidlanadigan yo'li urush, ya'ni jihoddir. Uyg'urning masalasini din nuqtasidan o'ylashganda chiqish yo'li jihod manzillariga boshlaydi. Afsuski, bu reallik Uyg'urning Turkiyada oshqunlikqa davomli yemchuk bo'lganligini ko'rsatib turmoqda.